doskalarga shuncha ranglar surkab bular nima qildi ekan deb o'ylab turgan bo'lsangiz kerak. Bu ranglarni kelgan odamlar kataligidan ham tanlasa bo'ladi-yu degan savol tabiiyki izam chizdan o'tgan. Men ham shu savolni Yangi Qo'rg'ondagi sotuvchi akalarga bergandim. Nima deb javob berishganini hozir aytaman. Bu ranglar Yangi Qo'rg'onlik mijozlarimizga ma'qul kelib turgan trenddagi ranglar ekan. Shuning uchun Yangi Qo'rg'ondagi filialimizga qo'yib qo'yishgan ekan. Bular oyda, 3-4 oyda o'zgarib turishi mumkin ekan. Ya'ni ko'ringlar, bunaqa och ranglarda asosan spalnilarga ishlatishyapti ekan. Oshxonalar uchun ham, keyin bolalar xonasi uchun ham maxsus ranglardan tanlashyapti ekan. Bilasizlar, Tikurilla emulsiyalari Finlandiyaning yuqori premium sifatli emulsiyalariga kiradi. Bu filialimizda ham qolgan filiallarimiz kabi Tikurilla bo'limlarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin, devorlarga surtib, sizlar uchun tayyor qilib qo'yganmiz. O'zingiz usta bilan yoki oilaviy kelib o'tirib, ranglarni tanlab bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin. Hammani nafaqat Yangi Qo'rg'ondagi, balki Qo'qon, Yaypan, Farg'onadagi filiallarimizda, Namangandagi showroomimizda va Qo'qondagi showroomlarimizda kutib qolamiz. Bu emulsiyalarni faqatgina Domstroy do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin.